Barchaga salom, sizlar bilan men Kampot va meni yangina videomga xush kelibsizlar. Kampot bu yerda tashqarida nima qilyapsiz sizlaring? Hozir sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Qaranglar, meni uyim qanaqa ahvolda turibdi. Kampot buni kim qildi yoki Creeper yoki hacker qildimi sizlaring? Yo'q, buni Creeperlar qildi obunachilar. Creeperlar uyimni portlatib yubordi, yaramaslar. Turbishda bo'lib uyimga kelishdi va men ulgura olmay qoldim qochishga. Ular mana shu yerda hammasi portlab ketibdi. Mani jahlim vobcha chiqyapti obunachilar. Men Creeperlardan qasos olaman endi. Hozir sizlarga yana bitta narsani ko'rsataman. Sizlar tezroq kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosib qo'yinglar. Sizlardan iltimosim faqatgina shu, sizga qaysi YouTuber yoqadi kommentariyga yozib ketinglar. Mana bu yerni ham loy bilan yopib qo'ydim. Taxtadan turasi edi. Ko'rdilaringmi? Uyimni rasvosi chiqib yotibdi obunachilar. Bizlar tezroq 2 ga bo'lishimiz kerak. Rahmat sizlarga, 1 ga xabar deylar. Davay endi tezroq 2 ga bo'lishimiz kerak obunachilar. Qolgan kanallarimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir sizlarga men bitta narsa ko'rsataman. Mana bu yerdan tushaylik. Bugun biz Creeperlar qishlog'iga boramiz. Mana bu narsani ko'ryapsizlarmi? Kampot bu nima desalaring? Bu obunachilar, bu men Creeperga aylanadigan vosita. Men shunaqa narsani yaratdim obunachilar. Ichiga kiraman va buni ishlatganimdan so'ng men Creeperga aylanaman obunachilar. Tushunyapsizlarmi? Creeperga aylanaman. Vobshe ajoyib. Men buni qancha vaqt yasaganimni tushunyapsizlarmi? Lekin shuncha mehnat qadrlagan holda obuna bo'lmayapsizlar. Davay bularni ishga solamiz. Ajoyib, buni ham bo'ldi. Menimcha kompyuterni ham yoqamiz. Menimcha hammasi tayyor. Endi buni ichiga kirish qoldi xolos obunachilar. Biz Creeperga aylanamiz hozir obunachilar. Ajoyib. Davay 1 2 3 qani ketdik ichkariga obunachilar. Hech narsadan qo'rqmaymiz. Qani ish qilib o'xshasin-da faqat iltimos. Yaxshi, o'ldim. O'lganimdan keyin aylanishim kerak. Respawn bo'lganimda. Nega meni inventarim, qo'llarim yo'qolib qoldi? To'xtanglar. Nega bunday bo'ldi? Qani o'zimga kelay. Paydo bo'ldi. Qo'lim qani? Wow, obunachilar, qaranglar, men rostdan ham Creeperga aylandim. Zombi nima qilyapti? Mayli, buni o'ldiramiz hozir. Okey, zombini o'ldirdim. Hozir qishloqlarga prank qilamiz. Bironta qishloqni oldiga boramiz. Creeper. Yo'q, qishloqqa qo'rqib ketding-a? Cherursin Kampot qo'rqitib yubording. Mana qishloq qo'rqib ketdi obunachilar. Davay bo'lmasam biza hozir Creeperlar qishlog'iga ketamiz obunachilar. Siz tezroq kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosib qo'ying. Sizdan iltimosim faqatgina bitta. Davay ketdik bizlar Creeperlar qishlog'iga. Okey, menimcha yetib keldim. Mana bu qishloqni qaranglar, buncha ajoyib bo'lmasa, men rostdan ham yetib kelibman bu yerga. Buncha chiroyli bo'lmasa, mana Creeperlar qishlog'ini qaranglar. Sizlarga yoqdimi obunachilar? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib ketinglar. Mana bu yerda ikkita Creeper turibdi. Bu yerda menimcha bemalol kirib ketaveraman. Creeperlarga o'xshab mana shunday sekin kirib ketamiz. Yaxshi obunachilar, ular hech narsa qilmadi, lekin men bu qishloqqa eng asosiysi kirdim. Xullas, bu qishloqdagi topshiriqlarimiz bor. Bekorga kelmadik bu yerga. Birinchi uylarni tekshirib chiqamiz obunachilar. Mana bu yerda Creeperlar yuribdi. Ajoyib. Mayli obunachilar, ular baribir men haqiqiy odamligimni bilishmaydi, chunki Creeperni kiyimida yuribman. Yaxshi, birinchi suratda boya aytganimdek topshiriqlarni bajaramiz obunachilar. O'zi ko'p emas topshiriqlar. Qishloqni obzor qilishimiz kerak xolos obunachilar. Davay ketdik, siz obuna bo'ling. Rahmat. Men 1 ga bo'ldim obunachilar. 3 ta video bilan bu narsani kutmagandim. Bu qanday xona bo'ldi endi? Ajoyib, bu divanmi? Lekin Creeperlar qanday uxlaydi obunachilar, qanday yotadi? Televizor ham ko'radimi Creeperlar? Yo'q. Ajoyib, lekin televizor ham ko'rar ekan. Bu yerda eng kam yetmaganda gitara ham turibdi obunachilar. Creeperlarni qo'li yo'q-ku, qanday gitara choladi? Bilmadim obunachilar, bu qanday joy bo'ldi obunachilar? Bu yerda menimcha yotoqxona bo'lsa kerak-da. Ikkita Creeperni uyi bor bu yerda obunachilar. Qaranglar, hamma narsa Creeper, hamma
hamma narsa yap-yashil bo'lib yotibdi. Mana bu yerda qandaydir ajobo tuxumchalar bor ekan. Qani bu tuxumchalarning ichidan nima chiqargan obunachilar? Albatta creeper chiqadi. No mayli, davay sinab ko'ramiz. Qani qanaqa creeperlar chiqargan bularning ichidan obunachilar? O, bu qanday creeper bo'ldi? Hoy, ko'zing qani? Yaxshi. Vah, qo'rqib ketgandim. Yaxshi ham portlamadi obunachilar. Mayli. Xo'sh, endi boshqasini qo'yamiz. Bu qanday creeper bo'ldi? Qani portlatchi. Wow, yo'mayo, yaxshigina portlatar ekan bu oddiy creeperga qaraganda. Ajoyib, mana creeperni qarab turishini qaranglar. Lekin bizga hech narsa deya olmayapti. Xo'sh, buni ham qo'yamiz. Bu qorlik creeper ekan. Nima bo'ladi? Yo'mayo, obunachilar hamma joyini qo'rqib tayladi. Bu creeper qaranglar. Iltimos, siz tezroq kanalga obuna bo'ling. Men hech narsa qilmadim. Ajoyib obunachilar. Menda yana 3 ta tuxum bor. Mana bu taraflarga ham qo'yib ko'raylikchi. Qanaqa? Bu qanday creeper bo'ldi? Menimcha bu isiroqqa borish kerak. Hech narsa bo'lmadi yana obunachilar. Bilmadim nega portlamadi desam, nega hamma creeperlar sakrayapti? Obunachilar qaranglar, hamma creeperlar sakrayapti. Lekin nega? Mayli, boyangi creeperni ta'sirida bo'lsa kerak. Davay, bundan yana portlataylik. Hoy, qochib ketma. Hoy, qani? Portla. Nega portlamayapti? Menimcha bu men creeperligimni bilib qoldi obunachilar. Lekin haqiqiy creeper emasman. Portlama. Bu qanaqa bo'ldi? Ajoyib obunachilar. Bu yonadigan creeper ekan. Ajoyib. Xo'sh. Portladi obunachilar. Jin ursin, lava o'tarkan bu, qaranglar. Lava chiqib ketdi. O'ldimmi? Mayli, boshqatdan kelamiz qishloqqa. Siz obuna bo'ling, videoga like bosib qo'yinglar. Sizlarga iltimosim yagona shu 2 ga bo'lishim kerak-ku. Xo'sh, endi mana bu katta uyga kirib ko'ramiz. Bu yerda nima? Yo, salgina qo'ldida hozir mana bu katta uy portlab ketardi. Yo'q. Mana bu sanduqni qaranglar. Mana bu yerda qizil turibdimi? Demak, buni ochganimda ochsam, tagida TNT bor, qaranglar. Portlab ketadi. Buni hozir qilishimiz shart emas. Chunki videoni oxirida qilamiz. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. O'zi kamgina qoldi. 3 minutmi? Shuncha qoldi. 3 minut chidab tursalaring, buni oxirida portlatamiz. Creeperni qaranglar. Oldin 1-2 ta kirmagan uylarimiz qoldi. Shularga kirib o'rlab, keyin boyangini portlatamiz. Xo'sh, bu qanday joy bo'ldi? Menimcha bu yer sklat bo'lsa kerak. Sklatning o'rnida bizda merni uyi bo'lasi edi, lekin bu yerni sklat qilib yuborishibdi. Mobdan e'tibor ekan mana bu. Qaranglar, sanduqda qandaydir narsalar ham bor ekan. Davay. Xo'sh, mana bu TNTni ham olib qo'yaylik, chunki bunaqa TNTlarni hali men umuman ko'rmaganman. Endi ko'rishim obunachilar. Sizlar oldin ko'rganmisiz? Kommentariyaga to'g'risini yozib ketinglar faqat. Sizlar aldaysizlar, bilamanki sizlarni ko'rganmiz deb yozib ketaverasizlar. Xo'sh, bu qanaqa? Hozir biz mana kiyimlarni kiyib ko'raylikchi. Xo'sh, nima? Oh my god, obunachilar, balanga sakrayapman. Ajoyib, menga yoqib qolyapti bu. Yana qandaydir TNTlar ham bor edi, qaranglar. Lekin faqat gittakkina meni himoya qilar ekanda, shunisi yoqmadi. Mayli obunachilar, mana bularni yechib qo'yamiz. Inventarim nega qora bo'lib qoldi? Bu qanday suv bo'ldi? Chinursin obunachilar, bu creeperlarni obunachilar ana bu satili ekan, chinursin. Lekin men haqiqiy creeper emasman, shu uchun menga ta'sir qilgandir. Bu qanday? Bu o'yinchoqchani qaranglar. Axir bu creeperlarning o'yinchog'i-ku. Ajoyib obunachilar. Sizlarga mana shu o'yinchoq yoqdimi? Menda real hayotda ham yo'q-da. Bironka olarman. Xo'sh, bu nima? Yo'mayo, buni qaranglar, juda balanga sakratib yubordi. Suvga tushamiz, sakratib yubordi obunachilar. Sizda mana bu creeperning o'yinchog'ining haqiqiy reali bormi? Stop. Nima mana bu? Nimadir hozir paydo bo'ldi, birdan yo'q bo'lib qoldi obunachilar. Aniq ko'rdinglar sizlar ham obunachilar. Boya aytgan gapim, sizda creeperning haqiqiy o'yinchog'i bormi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Yo'mayo, mana bu qishloq rasvosi chiqdi creeperlarni. Lekin o'zi shu uchun qilganman-ku, uyimni rasvosini chiqarishdi, men ham bularni makonini yo'q qilib kelaman deb shu uchun keldim-ku. Xo'sh, sanduqda tort ham bor ekan. Tortni ham olaylik, qanday ochasiz? Bo'ldi, ajoyib. Tortni ham oldik. Xo'sh.
Yaxshi, endi mana bu TNTni portlatamiz. Qani, nima bo'lar ekan? U bilan shu bu mob TNTga aytgancha, shu uchun mob berdi, ko'rshapalakni berdi u bilan ishlar. Ajoyib. Xullas, boya aytgan gapim, endi buni portlatamiz. Qani, katta uy hozir portlab ketadi. Creeperlar qochingizlar. Minecraft'im qotganini qaranglar. Nima? Creeperlarning qishlog'i hozir yo'q bo'lib qoldi. Buni ishlar ko'rdinglarmi? Yo'q, shuning uchun men bilan o'ynashmanglar-da. Nima, shuncha aytdim sizlarga, o'ynashmanglar men bilan dedim. Yana bitta TNT qo'yamiz. Qani, portla. Boom! Yo'lg'i yo'q bor ekan. No mayli. Buni ishlar hammaga xayr. Sizlar bilan men Kampot bo'ldim. Mana bularni o'chirishim kerak. Siz tezroq kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosing. Barchaga xayr. Obunashlar.